qanday ijodkor bo'lib qo'yganimni o'zim ham yaxshi tushunmayman. Chunki bizni ajdodimizda unaqa ijodkor, san'atkor o'tganini bilmayman. Lekin men bitta faktni aytishim kerak. 11 yoshimda onam qazo qilgan. Ana shunda men o'zimdan o'zim birinchi marta qo'limga qalam olib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, respublikada xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, shoir, adib, publistik Qamchibek Kenja 1946-yil 15-avgustda Andijon viloyati Izboskan tumanining Gurkirov qishlog'ida tavallud topgan. 1964-1969-yillarda Toshkent davlat universitetida tahsil olgan. Mehnat faoliyatini jurnalistika va adabiyot bilan bog'lagan. Gazeta, maktab, yozuvchilar uyushmasida samarali faoliyat olib borgan. Qamchibek Kenjaning adabiyotdagi yo'li she'riyatdan boshlangan. Uning ilk she'riy to'plami Sog'inch 1975-yilda nashr etilgan. Oradan 2 yil o'tib, Yashil barg nomli hikoyalar to'plami kitobxonlarga taqdim etilgan. Shundan so'ng adibning Ko'ngil ko'chalari, Ishqing tushsa, Orzumandlar, Notanish gul, Sohildagi suv parisi, Qizil gullar, Sohib jamol ayol siri, Muhabbatni gunoh desalar, Kulgu baxsh umr boburiylardan biri, Baxt qushi yoki Ushalgan orzu, Xamir uchidan patir yoxud Kulcha hikoyalari, 2 jildli Saylanma, Andijondan Bag'dodgacha, Buyuklar izidan, Sevinchlarim va keyinchlarim, Toshqin, Ko'ngil kechinmalari, Palaxmon, Jasorat, Muhabbat badali, Mashaqqat va jasorat, Hayot hikmatlari kabi she'riy, nasriy va publitsistik kitoblari dunyoga keldi. Qamchibek Kenja Bobur nomli xalqaro ekspeditsiya a'zosi sifatida ko'p mamlakatlarga safar qilishi uning ijodida quvonchli sahifa ochdi. Boburiylar va boshqa buyuk ajdodlarimiz izidan Afg'oniston, Eron, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, Turkiya, Suriya, Saudiya Arabistoni, Iroq kabi mamlakatlar bo'ylab ijodiy safarlarda bo'ldi. Ana shu safarlar taassurotlari asosida yaratilgan Hind sorig'i, Andijondan Dakkangacha, Buyuklar izidan, Andijondan Bag'dodgacha, Buyuk sohib Qur'on o'tgan yo'llarda, Bobur salomi, Buyuk Bobur vorislari kabi badiiy safarnomalar yaratildi. Qamchibek Kenja nafaqat sermahsul ijodkor, balki kitob, ma'rifatni yoshlar qalbiga yetkazishni o'zining ezgu burchi deb bilgan fidoyi insonlardan biri edi. Adib o'z qalbiga mansub asarlarni kitobxonlar, ayniqsa yoshlar o'qishi, undan ma'naviy ozuqa, hayotiy saboqlar olish uchun kutubxonalarga beg'araz taqdim etib kelgan. Hatto o'z shaxsiy kutubxonasidan 1000 dan ziyod kitoblarni yoshlar mutolaasi kutubxonalar fondini boyitish uchun sovg'a qilgani uning kitobga, ilmga, kelajak avlodga bo'lgan cheksiz mehridan dalolatdir. Adibning 70 turdan ortiq kitoblari nashr etildi va bu kitoblarning hammasi bir necha nusxada kutubxona jamg'armasidan joy olgan. Qamchibek Kenja uchun kitob shunchaki qog'ozga bitilgan satrlar emas, balki inson qalbiga nur olib kiradigan, tafakkurni boyitadigan, ezgulikka yetaklaydigan bebaho xazina edi. Shu bois u o'z ijodini yosh avlod bilan baham ko'rishni, kitobxonlikni targ'ib qilishni doimo muhim deb bilgan. Ayniqsa kutubxonalarimizda o'tkaziladigan adabiy, ma'rifiy tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar, ma'naviy kechalarga taklif etilganida vaqtini ayamasdan imkon topib kelgani, uning kitobxonlar, yoshlar bilan muloqotga naqadar katta ahamiyat berganini ko'rsatadi. Uchrashuvlarda yoshlarning savollariga javob berib, ularga ijod, adabiyot, kitobxonlik, hayot haqida qimmatli fikrlarini berib fikr almashdi. Adib adabiyotga sadoqat bilan yashagan, so'zga mas'uliyat bilan yondashgan ijodkor. Uning ijodiy merosi o'zbek adabiyotimizning ma'naviy xazinasidan munosib o'rin egallaydi. Mana shunday mehnatlari evaziga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Qamchibek Kenja 1998-yilda Shuhrat medali, 2004-yilda Xalqaro Bobur mukofoti bilan taqdirlandi. Respublika yozuvchilar uyushmasining Istiqlolning 23 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan Vatan uchun yashaylik tanlovi g'olibi bo'ldi.
2014-yilda unga Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universitetining faxriy professori ilmiy unvoni berildi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni berildi. Ikkinchi darajali mehnat faxriysi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi mukofoti va boshqa yorliqlar bilan taqdirlandi. Qamchibek Kenja katta xonadon egasi, 2 o'g'il, 3 qizning mehribon otasi, o'nlab o'g'il-qiz nabirajonlarning sevimli bobosi. Hamma farzandlari oliy ma'lumotli bo'lib, el-yurt xizmatida. Bunday to'kis baxt saodat kamdan kam ijodkorlarga nasib bo'ladi. Qamchibek Kenja 2026-yil 8-aprel kuni vafot etdi. Ammo adabiyot olamida uning nomi, ijodiy merosi yashashda davom etadi. Bugun biz uni sog'inch bilan eslar ekanmiz, qalbimizdan shunday so'zlar o'tadi. Siz ketdingiz, ammo so'zingiz qoldi. Siz ketdingiz, ammo kitoblaringiz qoldi. Siz ketdingiz, ammo avlodlarga yetadigan ma'naviy merosingiz qoldi. Zero kitobxon bor ekan, kitob yashaydi. Kitob yashar ekan, ijodkor nomi yashaydi. Qamchibek Kenja eng buyuk, eng go'zal asarlari bilan qalblarimizda mangu yashaydi.